7000 ta zakaz olishibdi bor-ku, yaqin orada osmonlarda, mana shunaqa mashinalarda, ya'ni dron mashinalarda yursa, umuman ajablanmas ekanmiz. Men shaxsan o'zim birinchi marta yaqindan ko'ryapman, ham parraylarini qara. Taxminan 1,5 metrga. 2 kishi ketar ekan. 2 kishi. Gap yo mini vertolyot. Menga juda ham qiziq, aynan shuni boshqarish uchun takoy maliy aviatsiyada o'qib, sertifikatlar olish kerakmikan yo tak boshqarib ketaverlarmikan? Endi mashinalarda BS pravalarni bilamiz. Bo'ladi qanaqa bo'larkan? Menga qiziq. Aka, nima deb o'ylaysiz? Boshqarish uchun. Boshqarish uchun menimcha shu albatta sertifikat kerak deb o'ylayman. Sababi hammaga ham sotib yurmaymiz-da. Ha, yo'q. Ha, oldin siz o'rganib chiqib, keyin sotamiz-da. Ha. Shunga gap yo'q. Yaxshi bola bo'lganmi oldin, bu kim? Urmaganmi? Uchotga tushmagan bo'lsa sotsa kerak. Qarang aka, bu necha zapas qodi ekan? Zapas qodi 20 minutga yetar ekan yoki 20 kilometrga yetar ekan, oka? Voy. Kam ekan? Sal kamroq lekin. Ancha kam, 20 kilometr qatdan keyingi rayondan keyingi rayongacha. Ha, takoy. Ishdan uyga borib olishga, shunaqa. uydan ishga kelib olishga. Probka, mashinangizda probka bo'lsa, shuni orqasini ochasizda uchib ketaverasiz, aka. Mana shu orqasiga sig'adi bu. Ha, mashina ichidan chiqib kelyaptimi bu? Ha, shunaqa aka. Ha, menimcha mana bular buklanadi. Shuni ichiga probka kirib kelar ekan. Shoshib qolsangiz, shundan orqasiga o'tasiz, uchib ketadi. Tak. Bitta ko'rinishni ko'ramiz. To'xtang, bundan to'shli sotuvda bormi bu? Hozir e'tiborda zakaz olmasa 7000 ta zakaz olib bo'lishibdi o'sha aka. Sotuvda bor ekan. Narxini primerni bilaylik aka. Primerni keling. Narxini hozir bilamiz. Hozir narxini bilamiz. Hoji aka, bosib yuborasizmi bitta? Narxini bilib ketamiz. Bu hoyisachiga chicha dorchi, ha. 200万以内。你看最高配的能不能帮我写一下？好。啊，写一下。2个多一起的对吗200万。 2个多一起的。qarang aka. Xo'sh. Bugungi kursi bilan hisoblasak 608 bugun. 294 ming dollar. Mana shu ikkalasi. Ikkalovi birgalikda. 294 ming, 300 ming dollar deylik. Nima narx? Endi geliki narxidan daja arzonroq ekan. O'zi hatto siz uchadigan vertolyot tipi dron ovoz 20 kilometr kammi ko'pmi? Menga juda qiziq. Qaysi brend edi bu? Bu Xpeng'ning sub brendi, Xiaopeng deyshadi xitoyliklar, Xpeng. Xpeng, a? Xpeng ham kuchli ekan. Hozir qiziqlarni yoritib olamiz.